Assalomu alaykum. Amerikaga ovozi korrespondenti Sarvar Xatamov. Yo'qda nimalar bo'lyapti? Yo'llarda fotosessiya qilyapmiz. Kontaktlar. Kim sizlarga ruxsat berdi? Men shunchaki jurnalist bo'lsam, men qanday ruxsat berishim mumkin? Bittaga ketadi. Ha. Biz bilan birga o'zbek tili va adabiyoti eksperti. Nimalar deya olasiz siz? Hech nima deyolmayman. Hech bo'lmasa hammani bunday hayt bilan bunday chiroyli qilib Lekin tabriklang. bayramlar bilan. Bizlar bir sizdan qanaydir bir bunday mohirona anavi kutgandek bu nima edi bu? Darsdan keyin unaqa mohirona bo'lolmayman. Dars payt bo'lishim mumkin. Mana bunday turishga ishonmanglar. Bunyanki вообще тем более. Anayoqda mana bollar bor. Bunday kattalashtirib qani nimalarga obuna ekan, qani kimlar? Bijir qo'yaman, qo'rqma. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Naftislarga Ramazonning oxirgi kuni hay taraf asrida ilohim bu yil shu kunlarga ham kelish nasib etsa, xuddi shu bilan bugun afsonaviy kun bo'ladi nasib etsa. Ketding. Rahmat. Sen nima deysan? Sen nima deysan? Berib qurishgani. Nima deyapti? Sen nima deysan? Nima deyapti? Obbo, shular. Yo'q, sen nima deysan? So'z navbati sizga. Nima deyish kerak aya? Endi shuni ham o'rgataymi? Happy Eid, Ramadan muborak. Ramazon muborak, hayit muborak. Yashang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayramlar bilan. Rahmat, billa bo'lsin. Okey. Hayot. Ramazon. Ramazonni eshitdim yo'q, eshitganim yo'q. Eid, Manaroq. Eid muborak. Bitta baqirib ber, Eid muborak deb. Alibek. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Hayit bayram muborak. Aha, rahmat. Demak, go'zallik. Navoiyni markazida biza. Endi she'rda ham telefon chiqarib o'tirish kerakmi, ha? Mayli.